alaykum. Qanaqasiz? Uyingiz bitdi. Hop, hozir qayerda yozdim? Ha, mana. Общий 280 kvadrat chiqdi uyingiz malyarkasi. O'sha gaplashilgan summa $11 beraverasiz. 280? Aha. Hammasimi? Hammasi. Yo'q, kammi rosa. Biz qilgan ishimizga yarasha olamiz. Undan ko'pi bizga kerak emas. Shu joydan 280 kvadrat chiqadimi? Kichkina joy. Biz qilgan ishni o'lchadik, oxirigacha o'lchamaymiz bizlarni, uchinchi o'lchamaymiz. Yo'q, kam endi. O'lchaymiz buni. Men mo'ljalimda bir 200 bo'lsa kerak edi otadan. Ha, o'zingiz bilasiz, bo'lmasa bitta o'lchang yoki qolasiz birga o'lchaylik. Faqat bugun расчёт qilmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi uka, metrlar tayyormi? Metr tayyor. Bo'ldi, o'lchaymiz bo'lmasa ol metr. Mana uka, 253 bo'ldi. Yana barmoqxona necha chiqdi? 49 kvadrat. 49 chiqdimi? Qo'shamiz. Tak. 49 barobar. 302 kvadrat. Qoldi-ku. Men sizga aytdim, aka, biz uchinchi o'lchamaymiz. Siz o'zingiz hozir bu yerda menga ishonmadingiz, aka. Yo'q, endi daverali, preveradigan gap bor endi, bilasan. Qanday uka, men endi o'zim mo'ljalim 200 bo'lsa kerak, mo'ljal qildim. 300 chiqib qoldi. 100 kvadrat radiyasiga beryapti. Voy 280 da o'lchaganingiz? 280. Bo'ldi, 280 da qovuramiz endi aka. Yo'q, aka, siz daverali, aytdingiz, preverka qildingizmi? Preverkada 302 chiqdi. Mayli, men 2 kvadrat sizga o'tib beraman, 300 kvadratga berasiz aka. Endi boyagi narxda qolsa endi 280 o'zing hozirdan aytding endi. Men vaqtim ketdi hozir o'lchashga. Siz bilan yana o'lchaysiz, siz o'zingiz yana o'lchaysiz, o'zingiz ham vaqtingiz ketdi. Endi hop bu narsaga yaxshi narsa deya olmayman. Mana ko'rib turgan akalarimiz, ukalarimiz, obunachilarimiz bor. Sizlar nima deysizlar shunaqa momentlarga? Uy egasi mana bunaqa desada, keyin o'lchanganda mana bunaqa kvadrat chiqib qolsa, nima qilish kerak shunaqa momentda? Kommentga yozinglar.